Barchangizga assalomu alaykum. Jasur Jalayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Akalar, sizda ham sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldiring. Men esa ushbu dasturimizni boshladim. Akalar, ushbu ekranda ko'rib turgan traktorimiz roshin sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada ishlab turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning hammasi soz holatda olasiz va haydaysiz, hech qanaqa rasxot va xarajatli joylari yo'q akalar. Ushbu texnikamizning narxini esa 135 million so'm deyishmoqda. Yana o'zimiz kelishadigan joyi bor. Ushbu traktorimiz Surxondaryo viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan Yumzi pagruschikimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamiz yurib turgan texnika deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning orqa katta balonni bittasi yangi, qolgan uchalasi esa beo'roq varianti deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizni olasiz va haydaysiz, dokumentlari ham joyida yurib turgan texnika. Endi oz-moz ishi bo'lishi mumkin, ammo akalar bemalol ishlatsa bo'ladi. Shu holatida ham texnikamiz soz holatda. Manzil Sirdaryoda, narxi esa 45 million so'm. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan selkamiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning diskalari yo'q, holati o'rtacha holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu selkamiz 24 talik ekan, turetskiy selka ekan. Texnikamizning narxi esa 35 million so'm deyishmoqda. Yana o'zimiz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada Jasurbek gazini bossangiz izoh qoldiring akalar. Keyingi sotiladigan texnikamiz Belarus traktori sotiladi. Ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Holati nahadu holatda, zo'r holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz olinganiga 1 yil bo'lgan ekan, lekin umuman ishlatilmagan holatda turgan texnika. Soz holatda hammasi ishlab turgan, olasiz va haydaysiz akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 16 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qiling. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz. Pritsep chizilib, hamma narsasi bilan birga qo'sh sotiladi. Kipeni ham bor ekan texnikamizda. Ushbu traktorimizning holati zo'r holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz joyida zavat bo'ladi. Balonlari yaxshi holatda ekan, texnikamizning yorilgan joylari yo'q, hech qanaqa pritseplari ham yaxshi holatda, chizillari 7 oyoqli. Ushbu traktorlarimizning narxi komplekt holatda 35 million so'm deyishmoqda. Yana o'zimiz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Buxoro viloyatida. Keyingi sotiladigan texnikamiz T25 traktori izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu pat-pat traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Texnikamiz zo'r holatda, zavodskoy ishga tayyor holatda, hamma joyi ishlaydi deb yozib qoldirganlar. Ushbu traktorimizning rullari gidravlika qilingan, magnitofonlari, kolonkalari, hamma narsasi ishlagan holatda, yangi holatda turibdi. Narxi $5500. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Samarqand viloyatida. Akalar, sizda ham sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan kasilkamiz sotiladi akalar. Kimgadir kasilka kerak bo'lsa, marhamat, ushbu texnikamiz sizlar uchun. Texnikamizning holati yangi holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Tagini ham tozalab o'rar ekan. Ushbu kasilkamiz pulli zarurligi uchun sotilmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa 16 million so'm. Yana oz-moz kami bor. Texnikamiz esa Surxondaryo viloyatida. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz TTZ80 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sotiladi. Traktorimiz roshin sotuvga qo'yilgan, yili 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamizning holati esa a'lo darajada. Motorlari ochilmagan, holati zo'r holatda, olasiz va haydaysiz, hech qanaqa rasxot yo'q akalar. Ushbu texnikamizning narxi 50 million so'm. Yana o'zimiz kami bor. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa qo'ng'iroq qiling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Presspad boshliq 65 sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deyishmoqda.
Presspad boshligimizning hech qanaqa kamchilik, ayblari yo'q deb aytib o'tishganlar. Texnikamizning narxi esa 140 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Eslatib o'tamiz, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Akalar Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerga ham har kunlik sotiladigan texnikalarni tashlab boramiz. Akalar bemalol ko'rishingiz mumkin. Shu uchun hoziroq kommentariyadan Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Akalar, mana shu rasmda ko'rib turgan hamma narsa sotuvga qo'yilgan. Mashina, mana bu yana traktorlar, hamma narsa qo'shib sotuvga qo'yilgan. Akalar bemalol, agar shunaqa narsalar sizlarga kerak bo'lsa, mana shu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangizlar, akalar bitta narxlarni o'zlari aytib o'tadilar. Zastaranasi hamma narsani o'zlari batafsil ma'lumot beradilar akalar. Ushbu texnikalarimizning hammasi Toshkentda deyishmoqda. Qaysi biri qiziq bo'lsa, bemalol o'tishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Presspad boshligimiz sotuvga qo'yilgan. Akalar, ushbu texnikamizning holati yaxshi holati deyishmoqda. Texnikamizning narxini yana kelishamiz deb qo'ygan ekanlar. Narxi esa 27 million so'm, yana o'zimiz kami bor. Ushbu texnikamiz Xorazm viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada minishga tayyor texnika. Ishlashga tayyor texnika, faqatgina olasiz va ishlatasiz akalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 12 million so'm, yana o'zimiz kami bor. Traktorimiz Xorazm viloyatida. Qiziqgan akalar bo'lsa, ekranda raqamlarni qoldirganmiz, telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va albatta batafsil ma'lumotlarni ham so'rab bilib olasiz. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 1989-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamizning holati soz holatda, olasiz va haydaysiz deb qo'yganlar akamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz qolgan ma'lumotlarni ham o'zlari tushuntirib beradilar akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 17 million so'm, yana o'zimiz kami bor. Manzil Surxondaryoda ekan ushbu texnikamiz. Surxondaryo viloyatida. Bemalol qo'ng'iroq qiling akalar, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa NTZ80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada deb aytib o'tishmoqda. Traktorimiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi holatda, zadnimoz korobkalari, motorlarida ishi yo'q, hech qanaqa olasiz va haydaysiz texnikamiz yangidek turibdi. Ushbu traktorimiz Samarqand viloyatida deb aytib o'tishmoqda. Texnikamiz Bulung'urda ekan. Narxi 95 million so'm, yana o'zimiz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlari uchun akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana bir navbatdagi sotiladigan texnikamiz MTZ80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida ekan. Holati yaxshi holatda, motor korobkalari polni remontdan chiqqan texnika. Qora motor, narxi 38 million so'm, yana o'zimiz kami bor. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlari uchun akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatganingiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Ertangi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.